Ahli quyonchilar mana Andijonda Bo'taqarada joylashgan. Mashrab boy akamizning fermalariga keldik. Mashrab boy aka, Xolmay aka, assalomu alaykum. Charchamasin, tinchimsizlar. Fermalar kattaytirib yuboribsiz aka. Akalar ukalar oldin video qilganimizda ko'rgan bo'lsanglar, bir kichkinagina joyda boqardi akamiz. Oldin tovuq boqqan joyda kichkinagina quyonxona qilib joy qilib qo'yganda. Hozir mana bemalol bu yog'iga yana qafaslar o'rnatsa bo'ladi. Bu tomonga mana qafaslarni qilyapti ekan. Mana bu yog'iga tepasiga ko'paytirib ko'tarsa ham bo'ladi. Bu yoqqa 4 etajli qilib qafaslar yasalgan. Kengaytirilgan. Nima uchun kengaytirilgan? Aka, nima sababdan kengaytirdingiz quyonxonani? Maqsad ko'paytirib pul topishda. Pul topsa bo'lyaptimi? Foyda bo'lgani uchun qildingizmi yo? Bo'lyaptimi aka? Yaxshi bo'lyaptimi ishga quyonchilikdan? O'z ishingizga xalaqit qilib qo'ymayaptimi? Yo'q. Bitta qarayman, ketaman, hech pulim kelib qarayman. Akalar, mana mononnani bilib olsanglar bo'laveradi. Akamizni bozorini. Hayron bo'layotgan do'stlar, bu nima uchun korobkani nima daxli bor quyonlarga deb. Bu korobkalarni olib kelib pochta qilib chiqariladi. Viloyatlarga fondiy tarqatiladi. Vohaga, Toshkentga, Vodiyga shunaqa qilib quyonlar sotilaveradi. Mana bu yerdan mana quyonlar shunaqa korobkalarga chiroyli qilib joylanadi. Akamiz yo'nalishi asosan karlik baranlar. Mana bu yerda o'xshating ko'rishingiz mumkin. Mana bolasi ham gold satin bo'lib chiqqan. Quyonchilikdan foyda borligi uchun mana bolalar yotdi. Foyda borligi uchun shuna qilyapti. Ko'paytiryapti yo'llarni. Mana bolalari. Aka, bolalar nechi puldan? Bular sotildi. Sotildi. Xo'sh, bu boshqa zot akalar, xato deyiladi. Bu bilan bu boshqa zot. Necha pulga berasiz buni? Para. 500 ming. 500 mingga ikkita quyonchani bolasi. Zo'ra. Nechta tug'iluvdi o'zinglar? 4ta. 4ta. Yana ikkitasi nima bo'lgan? Bitta o'lib bo'lgan, bittasini. Uni necha pulga sotdingiz? Ketdi magazinga topshirdim. Magazinga. Eng arzon narxlarda 150-200 ming so'm atroflarida sotiladi. Mana bu yerda tuqqanmi? Ya, kecha tug'di. Kecha tuqqan mana bu quyonimizdan. Nechtaligini bilmadingizmi? 3ta tug'ibdi. 3ta tuqsam 200 mingdan tutsa 600 ming so'm, 50 dollar. Tez chiqami? Bitta kichkina joyizni egallab turib, bir siqim doningiz yeb turgan bo'lsa, to'g'ri, 50 dollarga odamlar qancha kun ishlashga to'g'ri kelyapti. Bitta quyon, bitta kuchani topib qo'yadi. To'g'ri demoqchimizda. Mana bu yerda ham gavani. Samka. Tepada qanaqa quyonlar bor ekan? Mino. Mana shunaqa kalta quloqlardan ham tashlab qo'ysanglar ham akalar ish ko'zi juda ham ko'p. Bilasizlar, o'zimda ham bor bunaqasidan. Ish ko'zi ko'p juda ham. O'sha bu yerda ham mana. Bu yerda sotiladigani bormi? Bu yerda sotiladigani? Nechta bu yerda? Ikkita bolasi bor. Ammo juda chiroyli zo'r chiqqan ekan-a. Mana akalar. Ko'ringlar, quyoncha. Gallalarni. Dahshat zo'r chiqqan ekan. Bu necha pulga bo'lsa berasiz buni? 50 dollar. 50 dollarga. Bir dona quyon bolasini 50 dollar so'rayapti, ko'ryapsizlar. 500 mingga bermadim. 500 mingga o'zi xaridor bor. Gap bo'lish mumkin emas. O'zi hozir quyondan boshqa narsa baxayotganlar yoki uyda hayvon yo'q odamlar o'zi o'ylayapti-da, bular zo'r ekan, o'zi o'tiribmiz ekan, joylarimiz bor, sharoitimiz bor, yillar qilib qafaslar qilib boshlamaymiz quyon boqishni deb hayol qilyapti. Bu mana juda ko'pchilik yaxshi ko'radi bu samesni, gavani. Samesi bor akamizni. Juda ham go'zal. Bu yerda mana Rex, Karlik Rex Dalmatilla. Samesi, bu samkasi. Ayoli bo'g'oz ekan, xudo xolasa yaqinda tug'ib qolar ekan. Bo'sh joydan bor ekan aka? Bo'sh joy. Ha, bitta bo'sh joy bor. Bitta bo'sh joy. Yana safar kelsa, ko'rasizlar. Joy band qo'ygan. Samesmi bu? Ha, bu sames, minot sames. Sames. Bu yerda samkasi bor ekan. Bu ham qo'shilgan ekan. Samka ham go'zal ekan. Sotilmaydimi nabodo? Nabodo sotib olsangiz. Qanchaga bo'lsa berib olasiz? Ya sotmayman. Sotib oling. 100 dollarga ham beraman. 100 dollar beraman. Bering.
Ishqozimizda biz ham mana shunaqa narsalarga. Ko'ryapsizlar? Sanki boshqa chiqib qolibdi. Azamki zo'r ekan go'shtimiz. Ha. Mana xatot. Bu mendan olibsa, Ha. tayyorlab qoldi bu ham. Tayyorlangan tekshirmayapti hali. Tekshirmi? Bu qizil satin ham bor ekan. Ha, beli qizil satin ham bor ekan, samki. Bunga er kerak ekan, akalar. Kimda-kim shu videoni ko'rsa, qizil satin samez bo'ladigan bo'lsa, aloqachi ko'raverasizlar. Telefon nomerini tashlab qo'yaman. Bejolat aloqachi olsanglar bo'laveradi. Chiqdimi hozir alhamdulillah iloji yo'q. Yo'qladimi? Ha, bo'p, keyingisiga qizillik qo'shib olasizlar. Bu yerlar ham bo'shmi? Bu quyonlarga da ajratgan. Ha, o'zi bormidi quyon yo o'zi bo'shmidi? Yo'q, bu quyon bor edi. Buni yangilar bo'ldi, yangiga olib turib, mana quyonlar bo'shatildi-da, sotib beryapmiz. Ha. Bo'ldi. Yana enasidan ajratsin, shunga qo'yib beramiz. Mana bu yerda ham quyon bolalari bor. Bu yerda necha pul bu yerda bolalari? Bu yerda nechta bolasi bor? 3 tami? 3 ta. Mana onsa chiroyli zo'r ekan. Bu sotilmaganmi bu? Yo'q, mash qo'ygan. Maşallah. Go'zal, dahshat ekan. Bu necha pul bu? Buni olib qolamiz. Ha, $50 kim olsa beraveradi. $50 bo'lsa berilar ekan, bo'lmasa sotilmaydi ekan. Bu onasi mana ko'rishinglar mumkin. Nima cheyin nari ikkitasi? Sotilgan ular. Bular ham sotilgan. Maşallah. Ko'z tegmasin, zo'r ekan. Quyonlarda uje bolalatib akam sotib ham bo'pti mana. Alloh barakasini bersa, mana Mashrab akamiz bo'ladi. Quyonchilik boshlaganiga qancha bo'ldi aka? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Necha pul bilan boshlagansiz? 1 million ham ketmaganda boshida. 1 million ketmagan. Kichkina quyonlar olganman, 150 ming, 200 ming. Ha. Shunaqa olganman. Shular katta qilib olalardi. Barakasini bersin aka. Hozir Eng qimmati mana malon bilan samkasini olganman 430 mingga. 430 ming bolaligida. Ha, bolalik. Ikkitasini. Hmm. Ashundan lekin 5-6 millionlik bola sotdi shekilli adashmagan bo'lsam. Men necha marta oldim buni bolasini o'zi? 2-3 marta oldi shekilli. O'zimga bolalarni sotib oldim. Quyonchilik akalar ko'rdinglarmi? Bitta quyonni 5 marta 6 martalab tug'diryapti. Tug'oradi jonivorlar. Olib ketdi demaydi. Hozir yana tug'adi. Yana bu hozir. 29-chi. Dam oldirib turibsiz, aka. Dam olyapti. Yo'q, o'lib qoldi-da bolalari. Bir partiya o'lib qoldi. Keyin qo'shib. Sen qiynalib ketganini o'ldirib qo'ygandir-da. Yo'q. Dam ham olib tursa. O'zi 35 kun qo'ygandan keyin qo'yyapmiz. Ko'rdinglarmi akalar, quyonchilikdan daromad yaxshi bo'ladi. Stabil necha pul atrofida aka daromad qilasiz oyiga? Endi biznikilar yangi-ku, mana постоянно chiqib endi boshlayapti mana. Ha, endi ko'p samkalar ko'paydi. Samkalar ko'paydi-da. Ha. Hozirda-da. Mo'la hammasi yosh mana birinchi marta tug'adi bular. Hozir qarang. Quyoningiz ko'pmas edi, haqiqatda ozroq. Mana 8 xona qafas o'zi yangi qilingan. Mash xolos edi qafasi. Xolos-da. Mo 3-chi etasan bormidi o'zi? Bor. Mash xolos edi. 1 yil ichida necha pulda atrofida daromad qildim deb o'ylaysiz quyonchilikdan? Masalan 10 ta 12 ta quyondan. 12 ta deylik mana. 12 ta quyondan. 12 ta emasda endi bu 3 ta samka bor edi baran. Ha. Bitta yapon panda bor edi. Ha. Bitta salandir bor edi xolos. 5 ta tug'adigan quyon bor edi xolos, boshqa. 5 ta tayyor. Necha pulcha atrofida 1 yil ichida daromad qildingiz? Mana to'g'ri hisoblam. Taxminan aytsizmi? Kuzatib turgan yangi ishqozlarga qiziqda bu narsa. Ko'pirtirilmay konkretnisini aytavering. Haligi nima deydi? Biza u videoni kelib turib kimgadir balat ayting deyishmi? Realni necha pul? Hamma rasxodda o'zini yeb ichishi rasxodlardan tashqari 1 yil ichida vasi 5 ta samka bo'lgan ekan. Necha marta bolalar necha pul atrofida daromad qildingiz? Borini aytavering. Bola edi-da ular. Katta bo'lib endi mana bahordan bolalashni boshladi-yu. Taxminan necha pul? $1000 foyda qildingizmi? Ha, boradi. $1000 desanglar aka ko'ryapsizlar mana 5 ta boladan. Mana misol mashina bolalari chiqib qoldi-da, 500 ming, 450, 500 ming, 600 ming qilib ham sotildi. To'g'ri. Men o'zim kamida 3 millionlik quyon sotib oldim sizdan bolalarini. Eng kamida. Sababi 3 marta kelib quyon olib ketdim.
Olib ketganda men ham bitta ikkita olmayman, bilasiz. Bitta optim gnizdosini optim baraka qilamiz. Qori qalaysiz? Tuzimisiz? Akalar, ukalar, xudo xolasa videomiz manfaatli deb topsanglar, bittadan like bosib qo'yamiz. Inshaalloh mana fermalar kattaygandan kattayapti. Qaqqa boradigan bo'lsa, oldingi safar agar video qilgan joyimiz bo'ladigan bo'lsa, kengayapti, ko'payapti, lekin bir to'xtatib qo'yayotgan, minusga qarab ketyapti degan gap so'z yo'q. Xudo xolasa bizni kuzatib boringlar. Quyon boqishni hali ham o'ylab o'tirgan bo'lsanglar, 4 dona go'sht yo'nalishi uyda go'shtni yeb turaman deb turgan, tashlab qo'yinglar. Bir mazasini bilasizlar, keyin boqarasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.